Andijon tumanidagi Mo'g'uliston davlat ixtisoslashgan maktab-internatni oliy toifali tarixxona o'qituvchisi Qahorov Akmaljonman. Yil o'qituvchisi 2026 tanlovini 3-bosqichi taqdimot shartini 2-kuni bugun o'tkazildi. Unda men ham ishtirok etdim va hakamlar tomonidan yuqori ball bilan baholandim. Hakamlar hay'ati, tashkiliy qo'mita o'z ishini a'lo darajada bajaryapti. Hukumatimizni ta'lim sohasiga, prezidentimizni ta'lim sohasiga qaratayotgan e'tibor o'laroq bu yil o'qituvchi tanlovi ko'tarinki kayfiyatda, katta masshtabda o'tkazilyapti. Kelgusi rejalarim shu yil o'qituvchi tanlovini ilk marta o'sha g'oliblari safida bo'lishdi.